O'g'lim, meni sog'indingmi? Ha, ona. Sog'indim. Hammana va savil qurgurlarni yechib chiqavermabsan-da. Ulgurmadim. Uyga borib ovqatlanganingdan keyin yaxshi butikka borib, eng oldi brendoviy kiyimlardan olib beraman, xo'pmi? Xo'p. Yangi mashina oldingizmi, ona? Ha, oldim, o'g'lim. Ancha bo'ldi. Senga yoqdimi? Ha, bo'ladi. Pravayni harakatini qilsak, senga bundan ham yaxshisini olib beraman, o'g'lim. Xo'p. U yerlarda rosa qiynalding-a, bolam. Chidasa bo'ladi. Yomon emas. Seni o'ylayverib yuraklarim ezilib ketdi, jonim bolam. Chiqarib olaman deb rosa harakat qildim. Hech ham ilojisi bo'lmadi. Anavi advokating bor-ku, Samandar. O'sha juda ishiga puxta ekan, uddabron ekan. Mahalladan, o'qishingdan ijobiy xatlar olib, seni muddatdan oldin chiqarib oldik. Tushunding? Tushundim. Rahmat. Bolam, qorningga ochib ketgandir-a? Ayyo. Ertalab nonushta qilganmiz. Ularni yuvindi ovqati nima bo'lardi, o'g'lim? Hozir uyda senga ataylabdan qo'y go'shtiga diblama qildirib qo'yganman. Yonida sen yaxshi ko'rgan olivye salati bilan, bolam. Rahmat. Uyga boraylik. Yuvinib, kiyimlaringni almashtirib, ona bola mazza qilib ovqatlanamiz. Jonim bolam. Xo'p? Xo'p. Oyi, Ha, menga telefon kerak. bo'ldi, olamiz jonim bolam. Olamiz. Hozir uyga borib, qorningni to'yg'az. Keyin do'konga chiqib, xohlagan telefoningni olib beraman. Mayli. Bitta telefon sendan aylansin, bolam.